Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet hafta davomida qachondan ob-havo pastlashini ma'lum qildi. Salom do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Albatta videoroliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat, joriy haftada O'zbekiston aholisi 3 xil yozni boshidan kechirishadi. Sababi hafta avvaliga anomal issiq, hafta o'rtalariga kelib nisbatan salqin ob-havo, dam olish kunlariga kelib esa yana jazirama qaytadi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra 20-iyul va 21-iyul kunlari respublika hududida jazirama issiq kuzatiladi. Janubiy viloyatlarda havo harorati hatto 45 darajagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Shundan so'ng shimol tomondan kirib kelgan past ob-havo oqimi 22-23-iyul kunidan boshlab harorat 37-38 darajagacha pastlaydi. Kechalari 20 daraja bo'ladi. Shu bilan birga issiq va salqin ob-havo oqimining almashuvi ayrim hududlarda kuchli shamol va chang-to'zon keltirib chiqaradi. Toshkent, Jizzax, Sirdaryo, Samarqand hamda Vodiy viloyatlarining tog'oldi va tog'li hududlarida sel-suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Xulosa qilib aytganda 20-dan 26-iyul kunlarigacha havo harorati keskin o'zgarib turishi mumkin. Hafta boshidan rekord darajadagi issiq, hafta o'rtalarida nisbatan salqin ob-havo, hafta oxiriga kelib esa yana jazirama kuzatiladi.